feliyan. 1,5 yildan beri niyat qilib yurgan diskamni axir yasadim do'stlar. Bu Spark'ning заводской diskasi. Buni faqat tashqari tomoniga polka o'rnatib, tashqari tomonga qarab shtroka qilganmiz. Hozir men buni polkasini o'zining rangidan qilganman, lekin buni ham yo'g'ini qoldirib, polkasini boshqacha rang qilsangiz ham chiroyli diska paydo bo'ladi. Ko'p kishi kelib, nimaga o'zingizning mashinangizga biron neobычный diska yasamaysiz deb aytardi. Ana axiri yasadim do'stlar. Bitta like bo'lsa esdan chiqmasin. Keyingi videoda qayerdan kesilgan, qanday ulangan, o'shalarni ham hammasini ko'rsatib, yana bitta video qilib chiqaraman. Diskamizning kengligini taxminan aytadigan bo'lsam, Gentra Cobalt'larning 8 diskasidan 1,5 sm ga shiroki. Hozir buni orqa tomonidan shayba qo'yilmagan, o'shanda mana shuncha kirlikdan chiqib o'tiribdi. Agar shayba qo'yilsa, uni orqa tomoniga bundan ham ko'proq chiqishi mumkin. Sana kadar çıkarda şey feliyan. Ömrümüzü zavallığa sarf eyleyek. Daima bana zordur her şey. Daima bana zordur her şey. Rumba